Bahası yok boyligim, o'zimning chiroyligim, jonim onajonim. Ushbu so'z, ushbu ehtirofga loyiqsiz. Farzandlaringiz nomidan qabul etgaysiz. Allah sağlığınızı versin. Onajoningiz hurmat sağlardi validega. Marhamat. Muhtaram o'zimni o'lib-o'lishcha. 5 farzandning volidai muhtaramasi. 6 nabiraning joni jahoni yo'q bu jonisi. Avvalambor bugün Xudoyimga banda bo'libsiz. Rasulimga sevgan omad berib bo'libsiz. Bugün sizga tabarruk, ulug' 50 yosh muborak bo'lsin. Turmush o'rtog'ingiz qargal, komlotam, ikkalamiz yonma-yon turib, hayot karvonida sarson sargardon bo'lganimizga ham 30 yil bo'libdi. Robbim Alloh menga jannat farishtasi bo'lmish 4 qizlar. Va men siyatsam arzugulik o'g'lim Hasanjonni berdi. Men Allohdan roziman. Mening Allohdan roziligim shundaki, menga sabrdan ko'ylak kiygan, o'zi oqila, ayniqsa yuragi toza, labzi halol, hayoliy bo'lgan Hanifaxondek sadoqatli yordam berdi. Har gal o'g'lim Hasanjon aytadi, "Dadajon, onamni ozginagina bo'lsa-da azob berib qo'ymadimmi?" dedilar. Men shunday aytaman, o'g'lim Hasanjonim, onangni borligi aslida bu senga Xudodan tortib. Kimimiz bor bu dunyoda, biz ota, o'g'il, onang va qizlardan ortib. Gohida jondan jigarlar holini so'rolmaydi o'zidan ortib, lekin onang hammamizni yaxshi ko'rgan. Men ayniqsa hammadan ko'ra ko'proq onangni yaxshi ko'ramanlar. Shunday ekan hozir komilata bo'lgan siz 30 yillik bardosh haqiga 5 ta farzandga otalik baxtiga musharraf bo'lganingiz uchun va mana shu oiladan nurli saroyda hayotni gohida bor, gohida yo'q bo'ldi. Bo'lgan mana shu ayol bilan hayotning eng chiroyli oltin cho'qqisida turganingiz uchun bizni sevgimiz boshqacha degan bir bora bag'rizga bosib peshonasidan o'pib qo'yasiz. Qani ketdik. Hammamiz guldiras qarsagiylar bilan qarshi olamiz. Tayyormiz komilata? Qani, marhamat. Gapirib
Ayolingizdan rozi misiz? Ular sizga Allohning omonatidir. Sevgan chog'ingizni mana shu yuragingizni halovatidir. 30 yil bo'libdiki, omolingizni bahori saodatidir. Shu ayolni oddiygina yaxshi ko'ribsiz. Bundan keyingi hozir va'da berasiz. Shu ayol uchun joningizni kerak bo'lsa fidolat aylang. Tomonjonning yuragida eng chiroyli ism bu. Hanifa degan so'zlarni asrab yozib taxtiga joylab. Ko'nglingizni sayxonada meni ayolim eng chiroylidir. O'zingizga shu so'zni takror aylab, ularni borligicha yaxshi ko'rishingizni aytib qo'ysangiz. Marhamat. Rahmat, birinchi Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar, qizlarim, o'g'illarim, kuyovlarim, nevara-evaralarim, hammalaringiz xush kelibsizlar. Hanifa qizimning tug'ilgan kunlariga. O'sha qarisizlar, baxtli bo'lsinlar. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Qizimni ko'rsin, nevara-evaralari ko'p bo'lsin. Yuzlariga kirsin. Bizdan ham yaxshi yashasizlar. Xudoga shukr, yomon emas, hammasi yaxshi. Xudoga behisob shukr-shukrlarga yetkirganiga shukr, Allohga shukr. Sağ olsunlar hamice. Ozonajon zikroz bo'lsa mashhurlayapsizmi? 18 yil mashaqqat bilan. Bittagina Xudodan so'raydigani moli davlat qasr imorat emas. Faqatgina Hasanjonim oyoqqa tursa bas, yuragimdagi mana shu armon torni o'zib tashlayman. Lekin bugun ular siz uchun ozib-to'zib ham ketyaptilar. O'ylamlar faqat siz. Keyin bugun mana shu onajoningizga mayli bir gazi ikkovsiz aytib qo'ysangiz. Yaxshi ko'ramiz. Yaxshi bo'lsa hajga borasiz. Shuni? Niyatim yo'q. Qarzingiz ko'p. Qarzim ko'p. Uzonmayman. Borlarish. Bo'lmaymiz. Tabriklayman. Tabriklayman. Yuzga. Annemda bugun shkof bilan oramizda faqat chiroyli davramizni o'ynab qo'yamiz. O'zimni orasida gullarim bugun orzugulim, Gulxayon, G'ozigul, kamoli qizlarim bor. Onasini dunyolarga bermaydilar. Ona bor uchun hayot go'zalligini ular ona bo'lib allaqachon tushundilar. Qani komilata. Bitta chiroyli davra o'yini sizlardan bo'lsin. Marhamat. Oh,
hararet Umdumley misal Rahmine doğrar Bir hurgay misal Alacak bir badam Kelideki dadam Badam şine çay kurar Uçaradaki dadam Alacak bir badam Kelideki dadam Badam şine çay kurar Uçaradaki dadam
To'g'ri aytsam, Hanifa onajonimga juda ham havasim keldi. Boisi bo'lgan Oysara onam bu kunga ko'proq haqlilar. Chunki onangiz yonida bo'lsa, ko'nglingiz to'q bo'larmish. Ona zoti shundayki, farzandlar uchun ming bor o'lib, ming bor tirilamish. Avvali dunyoda juda ham farishtalar ko'p. Lekin yerdagi farishtalar aslida ona bo'lamish. Keling, Oysara onamning duolari bilan shu kunga yetar ekansiz. Yoningizga bitta-yu bitta Sevaraxondek singlingiz bor ekanlar. Lekin qiyomatli qadr ishtasini bog'lagan singillaringiz bu aslida Ramoxon, Noyna bobo, Mo'tabar, Gulmiraxondek ovsilaringiz ekan. Ular ko'proq sizni ovsi emas, opam, qadrdonim deydilar. Keling, hozir ko'ngli sayqoningiz, gulurayxonlaringiz, jamiki ovsilaringizni ham qoshingizga kelishingizni so'raymiz. Qani, marhamat. Bag'rimizga bosib-bosib. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limda ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yurmasam chorlab o'tirar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yurmasam chorlab o'tirar hammani. Opa singillar mana shunaqa bo'lishi kerak-da o'zi. To'g'ri aytsam, onajonim, bo'lgan nima ish qilganingizni bilasizmi? Bo'lgan qizingizni duoga bosh berdingiz. Ko'zlariga quvonchni baxsh etdingiz. Dunyoning ming bir azob oqibatlariga mana shu nozikkina yelkada turgan boshni tosh etdingiz. Avvalambor sizni boringizga shukr. Marhamat. Tabriklayman gul bilan, olqishlayman dil bilan. Tabriklaydi sizni shuncha yosh yurak. Tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Aziz qizim, Hanifa qizim. Xushcha qolsin, baxtli bo'lsin, hamisha sog' salomat bo'lsin. Sog'lik tilayman. Allohim sizlar qo'llarni yo'llarida turib baxtli bo'ling. Bir-biringizni yonma-yon turib umra hajlarga boshqa nasib etsin. Lekin eng katta orzuingiz qaysi bo'lgan sizga? Qani, marhamat. Mana bugun Hanifa Avsinimni tavallud ayyomim. Bu Avsinim emas, singlimman. Ilohim hamisha oqibatim boshına yo'q bo'lmasin. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Hamisha farzandlarim boshiga sog' bo'lib, shularning boshiga bosh bo'lib, ilohim shularning rohat, farovatini ko'rish nasib etsin. O'zim o'rgilay, olsinchilar. Kelinlik hozir bitta ish qilamiz. Bo'lgan hamma jigarlar yig'ilib turibdi. Oqibat qachon bilinadi? Er urug'i agar mustahkam bo'lsagina, o'shandagina oilada oqibat bo'ladi. Demak, jigarlar bilan birgalikda bo'lgan ularni erkalab sevib, shodona tortini yediramiz. Qani, marhamat, tortni olib kelamiz. Birinchi olib kelamiz, tortni olib kelamiz, keyin yoqamiz. Keyin. O'zim bildim ko'zim bilan ko'rganlarim, goh ezilib, goh otilib yurganlarim, yaxshi yomon kunlarimda yonimda sizlar, hayotimning quvonchsiz jigarlarim, yelkangizda ko'tardingiz nomlarimni, bitta to'ldirdingiz kamlarimni, omadlarda
qarzingiz bor ekan olsinlar sho'xligi uchun yo Alyonushkaga o'ynab beraman dedilar, yo Quralaga sizdan tanlov bo'lmog'i kerak. Uspechim, nima? Quralaga o'ynaysiz-da. Shu bitta original qurallarni qo'yib beradilar, jazojon bu borada juda ham mahoratli. Agar qaysilari suv cho'li o'ynab bersalar, eshitdim Kamolotdan ichki ishlardan iste'foga chiqqan ekanlar, nafaqani o'ziz yurayda bitta 200 ming taligini o'sha yaxshi olsinga berasiz. Qani singillar birga chiqadilar, marhamat tortib olib olamiz, keyin kesamiz tortmani. Tayyormisizlar olsinlar? Nechta olsin o'zi? 5 ta. Kelinlar qo'zg'olamiz shu xonadonda bo'lyapti. Tortib qo'yamiz, qani ketdik. Xalifajon. Eng so'nggi tabrigimiz. Hozir Orzugul Gulxogon, Nozigul Kamolxon Hasanjon bilan birgalikda sizga bitta super sovg'a olib keladi. Onam yozda kuni albatta suvga tashlab bo'lganlarida biron joylar og'rimasin. Onamning umrlari suvda seroq bo'lsin. Biz opa-singillar bir yoqadan bosh chiqardik-ku, ko'llar oldik dedilar. Qani opa-singillar to'rtalarimiz tayyorgarlik ko'ramiz. Orzugulxon hammamiz ko'llarni ko'tara olamizmi? To'rtalarimiz sekinlik bilan qani ketdik, marhamat. Tomonga olib ketdi, sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Birmamidan cho'g'ayib tengitni, chiroq yuzi hamma yaqin singillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bizda jonda, qo'lisholmay qolsak agar har zamonda. Kech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Eng kattamiz Orzugul bormi? Aynan birim hodisa, birim bo'lsa. Qalbi imonlar bilan allaqachon nurlangan qizingiz ekanlar. Keling, hozir siz qayoqqa turmushga chiqasiz? Olisga yaqinroqmi? Yaqinroq. Ko'proq siz xabardorsiz. Eng yaxshi ko'radigan o'zi bo'lsangiz kerak. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ayajon, tabrik kiring. Hammamiz yoningizga bo'laylik, hammamiz yoningizga turaylik. Umringiz uzoq bo'lsin. Dadam bilan baxtli bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz hamma. Hozir aytsam, qizlarning ichida bitta shunaqangi tirishqoq, shunaqangi ko'p qo'ng'iroq qiladilar, shunaqa bezovta bo'ladilar. Onamni ko'rsangiz deydilar, bardoshi yagona, sabri yagona. To'g'anoz biz o'g'il qiz farzandlar boshda bo'dan parvona. Onam Shukrona kuni ham bir qarasam ularga ko'zi kulyapti. Lekin kipriklarni mana shu ichidagi dardini na otamga, na biz qizlarga, Allohdan boshqaga aytmagan onam degan Kamolxon edilar. Qani Kamolxon, marhamat. Assalomu alaykum hammaga, xush kelibsizlar. Ayajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Iloyim yuzga kiring. Dadam bilan baxtli bo'ling. Nevaralaringizni bizning boshimizga sog' bo'ling. Kelasi safar inshaalloh haj safarlariga olib borish nasib qilsin. Tabriklayman, sizni yaxshi ko'ramiz. Ayollar ana adashmayotgan bo'lsam, endi Nozigul keyingi hayotdan marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Ayajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Ularning yuziga kiring. Eng yomon kunimiz shu bo'lsin. Shu singlim gaplari qo'shilaman, nasib bo'lsa kelasi yil hajga jo'nash nasib qilsin. Sog' bo'ling, xalqim, vaqtingiz ayjon. Sizni yaxshi ko'raman. Endi birgina kechamiz bor. Endi sorni siz eshitsa. Assalomu alaykum hammaga. Aya tabriklayman. Bizning vaqtimizga har doim sog' bo'ling.
kelasi safar bundan ham yaxshi bo'ladi degan umid qilaman. Sizni yaxshi ko'ramiz aya. Biz endi barchangizni bezovta qilib qo'ydik deb o'ylayman. Xayrlashsak bo'ladi. Xonadoningizga tinchlik va totuvlik, qalbingizga go'zal ofiyat. Toki Hasanjonimni tanasi qo'rg'on, dardi mehmon bo'lar ekan, siz ularga baribir parvona bo'laverasiz. Ona shunday bir zotki, Robbim Alloh tomonidan berilgan ulug' ne'mat. U faqatgina bolam deb yashaydi. Inshaalloh Hasanjonni ham to'ylarini ko'ring, o'ylantiring. Bu chiroyli omonatlardan yana to'ylar bo'lib, kelinlar olish nasib etsin. Komilatan bilan bir-biringizni sevishdan charchamang. Xudo xohlasa yaxshi kunlar oldinda. Rizqingiz ulug', umringiz xayr va barodatlarga boy bo'lsin. Salom.